Assalomu alaykum aziz dindoshlar, barchalaringiz sog'-omonmisiz? Instagramda bitta narsa ko'rib qoldim. U shundan iboratki, bir domla bor. Bu odam haqida har xil gaplar ham bo'lgan. Juda yomon gaplar bo'lgan. Ya'ni ahli ilmlarga minus bo'ladigan. Chunki shunaqa narsa bor. Bir inson, bir kasb egasi, agar bir soha egasi yoki deylik salbiy natija ko'rsatadigan bo'lsa, qolgan uni sheriklariga ham, shu kasbdoshlari yo sohadoshlariga ham mana shuni qorasi yuqadi, o'tadi. Xuddi shunaqa bu Rustamjon domla degan haqida gapiryapman. O'sha ahli ilm haqida juda yomon gaplar tarqagan. Endi men o'zim biladiganim, bu odam bir paytlar haligi hajga olib borish urf bo'lardi. Umra yo'q edi, paytda hoji purish derdik unaqalarni. Endi hozir umra purish deydimi, umra purish bo'lib qolgan. Shuni orqasidan pul topadigan odam bilamiz endi. Men o'zim shunaqa deb bilardim. Endi qolganlariga guvoh bo'lmaganman, ya'ni o'sha yetim yesirlarga pul yiqqan bo'lib, pulni yeb orar ekan. Shuni orasida beva qolgan ayollar, yana nima deydi, qizlarga ko'z olaytirar ekan degan gaplarni eshitganmiz. Lekin men o'zim ustida bo'lmaganim uchun, guvoh bo'lmaganim uchun bu narsaga ishonmaganman. Lekin men boshqa narsani aytmoqchiman bu yerda. Bir ayol chiqdi, u ayolni profilida shu Rustamjon degan shu domla shofir bo'lib oldida u ayol o'tiribdi. Nima qilibdi deyishingiz mumkin. Haligi Rustamjon degani xotinining qo'lini ushlab olib turib silab ketyapti. Bu haligi bir mehr sifatida emas, ehtiros bilan silab ketish bo'lyapti. Agar u o'sha domla bo'lmasdan bitta artist bo'lganda, bitta aktyor bo'lganda, o'ylardimki, rol o'ynayotgan bo'lsa, shuni bir narsa qilyapti ekanda bular deb. Aslida bu narsa ham durust emasligini bilsam-da. Lekin haligi domla degan nomni olib yurgan odam mana shu ishni qilyapti. Bu birinchisi emas. Undan oldindan boshqacharoq variantlari bo'lgan. Va men aytmoqchi bo'lgan narsa, ba'zi ahli ilmlar, ko'pchilik desak ham bo'ladi, mana shu narsa urf bo'lib qolyapti. Indamagan sari. Yana bitta domlasi bor. Rahmatulloh degani bor. U xotin orqasidan yuradi. Ana eshikni ochib yopib yurib, aytishingiz mumkin, hurmat qilar ekan. Hurmat qilish kerak, lekin bu narsani nima uchun ommaga ko'rsatish kerak? Xotiniga qul degan narsani ko'rsatish kerakmi? Yo xotin xo'r degan narsani ko'rsatish kerakmi? Yana bitta hammalar taniydigan ahli ilm bor. Bu ham shu xotinini profili bor ekan, profilidan shu eri bilan bo'lgan har qanaqa uchrashuv bormi, gap so'zi bormi qo'yib yuradi. Nima qilyapsizlar sizlar? Ha? O'sha Rustamjon domla degandan boshlaylik. Nima qilyapsiz? Taqsirsiz. Siz ko'rgan odam, siz xotiningizni ko'rish kerakmi? Shuni endi xotininglar reklama qilyapsizlarmi sizlar? Hammamiz ko'raylikmi xotininglarni? Siz ehtiros bilan siz uni qilib silab o'tiradigan bo'lsangiz, buni ko'rgan odam qanaqa bo'ladi? Qanaqa holatga keladi? Siz nafaqat xotiningizni reklama qilib ko'z-ko'z qilyapsiz. Siz o'sha ko'rgan odam ham ehtirosga berilishga sababchi bo'lyapsiz, gunohkor bo'lyapsiz-ku. Yomon narsani o'ylayotgan yo'q, o'sha yerda yaxshi narsani o'ylayotgan yo'q, o'sha ko'rayotgan odam. Shayton yomon narsalar olib kelyapti uni hayoliga. Siz shunga majbur qilyapsiz. Bahonani topishi mumkin o'sha ahli ilmlar. Men qo'ymayapman, siz qo'ymayapsiz, sizni xotiningiz qo'yyapti. Siz xotiningizni boshqara olasizmi? Xotiningizga gapingiz o'tadimi sizni? Xotiningiz bo'ldimi? Hamma narsani to'shakdagi holat bo'lsa, uni ham videoga olib tashlab yuboradimi? Indamay turaverasizmi? Demak, xotinga haligi povud degan narsani berib qo'yganman deb aytinglarda unda. Xotinimizga gapimiz o'tmaydi. O'shaning uchun oladi, qo'yaman, yo'q deb turib oladi, men keyin majbur bo'laman xo'p deyishga deylar. Mashi bo'lyaptimi? Shuni maqsad bu yerda. Xotininglarga gapinglar o'tmaydigan bo'lsa, sizlar ommaga chiqib nimaga gapiryapsizlar unda? Bitta xotinni eplay olmaydigan bo'lsanglar, xotininglar o'sha ehtirosli lavhalarni ham ko'z-ko'z qilib ommaga ko'rsatadigan bo'lsa, shunga kayf qilyapsizmi yoki? Shu mazam endi sizga. Uyalmaysizmi? Ha? Uyalmaysizmi? Ya'ni o'sha mashnaqa ishinglar bilan dog' tushiryapsizlar. Hamma domla shunaqa deydi-da. Masalan, Yulduz Usmonova degan artist aytayapti bitta qaysi suhbatida. Yaqindagi bo'lgan voqea.
Hijob o'raganlarni ko'rdim, ichib o'tiribdi deyapti. Haqiqatda shunaqa iblislari bor. Hijob o'rab turib ham ichadigan iblislar bor. O'shalar toq tushirishyapti. Masalan, hijobni o'rab turib, uni yechishlik moda bo'libdi hozir. Astagfirulloh. Shunaqa moda bo'libdi. Alloh urib qo'yayotganligimi bu, qiyomatga yaqinlashayotganligimi Alloh saqlasin. Bilmayman nima ekan bu. Demak, o'sha hijob o'rab turib ham ifloslik qilayotgan ayol, demak, to'g'ri hijob o'radigan taqvoli ayolga ham dog' tushiryapti-da o'sha. Xuddi shunga o'xshagan. Siz xotin quli bo'ladigan bo'lsangiz, xotiningizni izmidan chiqmaydigan bo'lsangiz, xotiningiz orqasidan dumi bo'lib yuradigan bo'lsangiz, xotiningiz xohlagan narsani siz indolmasangiz, uni telefonini tekshira olmasangiz, uni siz nazorat qila olmaydigan bo'lsangiz, suf sizga. Va sizni mana shu ishingiz uchun boshqalar ham aybdorga o'xshab qoladi. Men mana shu narsani xohlamayman. Meni mana shu ahli ilm, ana shu musulmonning qatoriga kiraman men. O'shaning uchun men bu narsa go'yo hali yemagan somsiga pul to'lash bo'lib, meni nomim ham dog' bo'lyapti-da bu yerda. Boshqalarni ham, boshqa taqvoli inson. Ko'rilmagan-ku, hech qayerda ko'rilmagan. Nimaga sizlar falonchini shogirdiman degan narsani olasizlar, masalan, Shay Muhammad Solih Muhammad Yusufni shogirdiman deysizlar. Qachon ko'rgansizlar u xotinini ko'z-ko'z qilganini? Yo qizini ko'z-ko'z qilganini? Bu odam o'tgandan keyin chiqayotgandir ular, chiqayotgan bo'lsa agar o'sha ayollar ham. Lekin siz tirikligida ko'rganmisiz o'sha narsani? Yoki Shayx Alovuddin Mas'ud meni otam qayerda ko'rgansiz? Ayoli haqida hatto gapirganini. Mumkin emas. Sizlarga mana shu joyda aytib qo'yay, otam haqida xotira ko'rsatuv bo'ldi. Ayol jurnalist keldi uyimizga ma'lumot olishlik uchun otam haqida. Albatta onam bilan gaplashing dedik. Onam biladi bizdan ko'ra yaxshi ma'lumotlarni. Ana shu paytda ular iltimos qilishdi. Shu ko'rsatuvda gapirib berasizmi deb. Chunki endi boshqa damlalarni xotiniga o'xshagan deb o'yladi shekilli. Bo'laveradi, jon deb tursa kerak deb. Yo'q, hech qachon dedi. Unda ovozingizni yozib olsak, o'sha lavhani domlani rahmatligini ko'rsatib turgan paytda ovozingizni qo'yamiz dedi. Umuman mumkin emas, qo'yilmaydi dedi. Ya'ni mana shu tarbiya, musulmon tarbiyasi shu. Ancha-muncha artist ham qilmayapti-da bu ishni. Shu Rustamjon domlasiga aytayapman. Ya'ni boshqalar ham eshitib olsin. Ancha-muncha artistlar ham hatto xotinini naql ko'z-ko'z qilib olib chiqmayapti. Ommaga, ijtimoiy tarmoqqa. Sizlar uyalinglar. Nima bu yerda, nima ketyapti? Nima demoqchisizlar bu yerda? Ha? Yo bo'lmasam, mana bu ayolni hurmat qilish degan narsaga yo'q. Bunaqa narsa yo'q bu yerda. Ayolning hurmati ketmayapti bu yerda. Ayolingizni sotyapsiz siz. Ixtirosga beriltiryapsiz ko'rgan odamni ham. Bu Allohning oldida javob berasiz. Siz 2 marta javob berasiz boshqalardan ko'ra. Chunki siz ahli ilm degan nomni olgansiz o'zingiz uchun. Qanchalik chala mulla bo'lsangiz ham, siz men qanchalik ilmingiz borligini ham bilaman. Chala mullaligingizni ham bilaman. Lekin sizni ahli ilm, domla deb o'ylaydiganlar bor. Nima bo'lyapti endi hozir? Demak, domla qilyapti. Chunki sizni ham borda, sizdaqa kalta fahm nima deydi? Chala mullalarni ham masalan orqasiga ergashadigan odam bo'ladi-da. Bu ish qiladigan bo'lsangiz, mana shunaqa xotinni ko'z-ko'z qilsa bo'lar ekan. Qo'lini, o't-bo'tini silab turib, ertaga o'pishib ham chiqararsiz unda. Qanaqa degan narsa bu? Qattiq jahlim chiqib ketyapti. Musulmon inson sifatida menga bu Rustamjonni ham boshqasini ham yomonlik qilgan joyi yo'q. Masalan, bu yerda unaqa bir nima ketmayapti, nima deydi? Bir adovat degan narsa yo'q, bir-birimizga unaqa narsa yo'q. Gapirishimiz kerakmi shu narsani? Indamay o'tib ketaveradigan bo'lsa, hamma ahli ilmiy shunaqa degan yulduzli gapiga o'xshab, hamma ahli ilm, hamma musulmon shunaqa degan nomni olib berishga nima haqqinglar bor sizlarning? O'zinglarni yig'ishtirib olinglar. Shunda yo'qotib qo'yibsizlar. Ehtirosga ancha berilib qo'yibsizlar. Bu yomon narsa.